Ufada biz yashaydigan Jomskiy rayonidan 20-22 kilometr mana Kildi uydagilar bilan tanishimizni dachasiga mana qaranglar, atrof. O'rmon, o'ychadan qaranglar, yomg'ir-pana. Ha mana. Boshqa mashina qo'yishga bu. Mana bu o'zi qo'shniniki, mana. Zabordan bag'i, bu odamniki. Ixchamgina 4 sotiq pomidor, bodring, banya, qayta yomg'ir-pana. Shashlik qilsa bo'ladi mana. Uyga qaranglar. Dadamlar, bizimlar hammamiz keldik. Ashi zo'r. Dachalar havosi juda toza. Chunki atrof o'rmon aytgandak, zelin qaranglar. Daraxtlar, ayta shashlik qilinadi. Yomg'ir yog'ib qolsa, siz baqa o'tiladi. Mana banya. Takshda kelinglar. Dala, o'rmon, havo umuman boshqachana. O'tlarni, daraxtlarni hidi vahshi. Vahshi dahshat. Mana qaranglar uyi. Yana bitta dacha ko'rgani keldik biz hozir. Esenta energiya. Esenta energiya говорит. Я вот им говорю. Пожарni shitlargacha qo'yib qo'yishibdi. Да, немножко обновили, но... Olcha bor. Shlanglar bor mana. Suv o'tgan. Mana yerda pitevaya voda bor ekan mana. Ромашки, да. Bu ramaska gul choy ichishga. Облепиха. Она разрастается, она уход. Нет. Облепиховый masla qiladigan daraxt mana. Облепиховый дерево mana o'zbekchasiga nima bo'ladi yozib yuboringlar. Undan olib choy qilamiz deydi, buni qaranglar. Ramashka. Yulvoman-ku mana. San sura o'zbekcha biladi, yomasa sura o'zi. Mana bitta, вот это что за дерево? Это что такое? Олчами? Это слива, что ли, или черешня? Это не черешня, скорее всего, не слива, желтая слива. Желтая слива. Сарык олхуры. Желтая слива. У меня во дворе тоже такая же есть, поэтому. Mana bu yerda Kumisa lechebniy sanatoriya bor ekan. Qimiz bilan lechitsa qiladigan sanatoriya bor ekan. Mana bu yerda daraxtlar orqasida. Уже люди ездят. Ну, при Союзе везде, там где имели при Союзе. Да. А вот большинство месяцев после развала Союза уже брошены стали. Здесь, Сабр, ты знаешь, здесь я именно по дорожке еду, топор на всякий случай. Так, прогуляться. Тут волки не пугают, слушай. Ну, я топор же беру. Может, зимой может быть. Нет. Здесь. Не должно быть. Кто-то такая. Нет. У него уровень такой, да? Здесь вообще нету. Сочи, говорю. Они там живут, да? Ладно. Uychalarga bitta baho beringlar qanday endi. Uyda mana kabob tok qilamiz ertaga, xudo xolasa, Qurbon hayitiga. Uzum bagi tok bagidan olib ketamiz. Ruskiy banyaga mana room tour. Mana shipcha bilan uradi-ku. Venik. Venik. Birozda venik. Mana. Yangi turibdi, ishlatilmagan ham deyman buni. Ana, manki alovga qaynab turadi tosh. Suvni tashlab turib, parilkada
Aytan tapit qiladi olovni. O'tin beminnat mana. Taxtalari. Bundan ustaqayim bu rom ish qiladi u. Ha. Rom ish qiladilar, bular endi bana yo'qadi. Bitta letniy dushchi ham bor ekan-da mana. Bitta letniy dushchi ham bor ekan. Qo'yil. Sabzi, chesnok, luk. Ayta qo'shni. Mana bu mята choy qilishga, o'zimiz xulva. Прекрасно, прекрасно. Мы посадим с вами. Я сам лопатой буду, Самир будет. Xulva, ashi zo'r. Mana bu uzumlar mana xomtok bo'ldi. Ancha lishlarni uzib tashladilar. Hozir ikkita uchtasini bo'ylab qo'yganlar, tez o'sadi, что men ko'p kuch olmasin deb. Bashkirskiy miyot. Чисто bashkirskiy miyot. Hamma joyda maqtaydigan bashkirskiy miyot mana. Qandoq joychalar bitta qani. Buni qaranglar. Slivek amami, sariq olxo'ri, gul. Bashkirskiy miyotdan qanday yeb ko'raylik shuni. Так. Кто чай, кто кофе? Да, кофе. Вот, ребята, познакомьтесь, дядя Алфатабзи. Он вот пригласил нас в свою дачу и пьем кофе сейчас. И тут, он еще является раисом, начальником вот СНТ. Председатель СНТ. Да, председатель СНТ энергии. Да. А тут вот принес нам настоящий башкирский мед. Которые И здесь у нас рядом. там в этом работает начальник. Начальник охраны, да? Ну, это В этом ярким. Так что приезжайте в Уфу, Башкортостан. пожалуйста, всегда я рад. Да. Это qabriston bor ekan. Aka to'xtadik, u budalani qaranglar. Da qabristonga qo'yishga gul terib kelyapti. O'zimizda toqqa dalaga chiqadi-ku, chuchmomalar. Ham chuchmomaga o'xshab ketar ekan bu gullar. Ну, матрешка растет, зверобой растет. Просто вот у меня Много иногда чего растет. раздутый живот. Turib qoldik, olib ketaylik. А вы не в Демский район, да? В какой район едете вы в Уфу? Ну, мне хоть где автобус Мы в Дем мне едем. в центр. Хорошо? В Давайте. центр я оттуда поеду. Ага, пожалуйста. Спасибо. Открыто тут. Спасибо, здорово. Пожалуйста. Ассаляму алейкум, салям. Мы ярко живем, ярко. O, maytagi qishloqchalarning tog'i ustida qishloqchalarni qaranglar. Вообще zo'r. Shunaqa mazza. Bu xolani olib ketamiz Ufaga endi. Menga qarab turibsizlarmi deb qoldilar. Davayda olib ketamiz yaqinda biz ham Ufaga uchun sog' bo'linglar. Ketdik biz endi. Sayohat davom etadi.